Assalomu alaykum. Bugungi mavzuga ko'p o'yladik. Nima temani yoritsak bo'ladi? Odatda tadbirkorlarda juda ham ko'p savollar bo'ladi, biznes haqida muammolari bo'ladi va shu savollardan, muammolardan eng muhimini tanlab olishga harakat qildim. Tadbirkorni birinchi o'chirda qiynaydigan yoki qiynash kerak bo'lgan savol: men qilayotgan biznes o'zi daromadlimi yoki men samarasiz ishlayapmanmi? Ya'ni ko'pchilik biznes qilishadi, pul oladi, yechadi, qo'yadi, lekin qayerga qarab ketayotganini bilmaydi. Oxir-oqibat yopilib ketishi ham mumkin. Mana shu joyda ularga eng muhim javob beradigan odam, aka, yo'q, bu biznes daromadli, faqatgina kelajakdagi rasxodlarni to'lash muddati bugunga to'g'ri kelayotganligi uchun sizga sal ko'proq pul kerak bo'lyapti deydigan javob kerak bo'lib qoladi moliyachilardan. Mana shunaqa holatlar bo'lganligi uchun biz o'yladikki, tadbirkorlarni birinchi qiynashi kerak bo'lgan savol: shu biznesim daromad olib keladimi yoki men prosta noto'g'ri ishlayapmanmi? Agar daromad olib kelmasa, bu biznesni tashlash kerak. Agar daromad olib kelib, siz samarasiz ishlayotgan bo'lsangiz, unda siz o'zingizni to'g'rilashingiz kerak. Как CEO sifatida, как owner, ya'ni biznes egasi sifatida o'zingizni boshqacha tutishingiz kerak biznesda. Endi qanaqa bu masalaga, muammoga yechim topsak bo'ladi? 3 ta hisobot bor. Bu P&L, ya'ni foyda va zarar hisoboti. Ikkinchisi bu balans, uchinchisi bu cash flow. Bu nima beradi bizga? Bizga bu tarixiy tranzaksiyalarni, tarixda qilingan ishlarni shu 3 ta hisobot ko'rsatib beradi. Biz endi ko'p gapirdik, to'g'ri, bu narsa haqida yana aytib o'taman. Foyda va zarar hisoboti siz foyda topmaganligingizni aytib beradi. Ya'ni tarixda oxirgi 1 oy ichida. Balans hisoboti sizga holatingizni aytib beradi. Qancha boyligim bor, qancha qarzim bor, u qarzlar va boyliklar qayerdan kelgan o'zi. Va uchinchisi cash flow deymiz. Bu sizni pul oqimingizni, ya'ni tarixiy pul oqimingizni ko'rsatib beradi. Endi bularga yana qo'shimcha ko'rsatishlar, metrikalar kerak bo'ladi. 3 ta hisobot o'zi yetarli emas. Sababi ular faqatgina bor narsani ko'rsatib beradi. Ya'ni foyda bormi, yo'qmi, nimangiz bor va pullar qayerdan kelgan va qayerga ketyapti. Bizga muhim joyi metrika. Ya'ni effektivnostni o'lchash. 4+1 metrikalar bor, ya'ni ko'rsatkichlar bor. 4+1 deb aytolmayman, hozir tushuntirib beraman. Birinchisi bu daromadlilik. Ya'ni daromad topyapsizmi, yo'qmi? Ikkinchisi bu likvidlik bu to'satdan kimdir kelib qarzini so'rasa, siz pul topib bera olmasangiz, ya'ni muammoga kirasiz va biznes kasodga uchrashi ehtimoli bo'ladi. O'shaning uchun likvidnostni har doim tekshirib turish kerak. Uchinchisi bu samaradorlik. Ya'ni effektivnostni o'lchash. Qanchalik yaxshi ishlayapman, qanchalik yaxshi ishlamayapman. Va to'rtinchisi, o'zbek tilida juda ham qiyin bo'ldi tarjima qilish, leverage deydi. Leverage ratiolar, ya'ni sizni bankrotga uchramaslik ko'rsatkichlari deb tarjima qildim endi. Bu narsa, ya'ni korxonada qarzlar olgan bo'lsangiz, shu narsani kontrol qilib turadi. Qancha o'zingizning kapitalingiz bor, qancha ko'chadan pul olgansiz va shu narsani nisbatini o'lchab yurish kerak. Mana shu leverage ko'rsatkichida odatda 1:1 bo'lgan holatlar yaxshi. Lekin eng qiziq joyi, Apple kompaniyasini hisobotini ochsanglar, u yerda 1:5,5 gazeta. Ya'ni u degani 1 so'm Apple kompaniyaning egasi o'zi pul tikkan, lekin 5 so'mni ko'chadan olgan. Ya'ni qarzlari kapitaldan 5 barobar ko'p. Nega kitobda aytiladiki 1:1 bo'lishi kerak edi, lekin nimaga eng katta dunyodagi eng qimmat kompaniya, eng daromad ko'p olib keladigan kompaniya 5 barobar ko'p qarz olgan ko'chada. Mana shularga hammasiga javob mana shu ko'rsatkichlarning ichida bo'ladi. Va 5-inchisi, ya'ni 4+1 dedim, 5-inchisi bu IPO kompaniyalar uchun, ya'ni bozorda o'zini qiymatiga ega bo'lgan shunaqa Apple kompaniyalarini o'ziga tegishli bo'lgan ko'rsatkichlar bor. Endi bular bizga hozircha kerak emas, o'shaning uchun 4 ta hisob ko'rsatkichdan foydalanishimiz kerak. Har bitta aytgan shu kategoriyada kamida 5-6 ta metrika bor. Endi buni ko'paytirsangiz sizga где-то yana 20 ta, 30 ta metrika kerak bo'ladi va plus o'sha 3 ta hisobot. Har oy shu hisobotlarni tayyorlab, uni analiz qilib chiqish kerak. Mana shunda siz boyga eng sizni qiynaydigan, qiynashi kerak bo'lgan savolga javob topasiz. Biz o'zimizning praktikamizda, ya'ni qilib yurgan ishimizda shu uslugalarni 1-2 ta korxonalarga ko'rsatdik va o'sha korxonalarda yaxshi ijobiy effekt bo'ldi. Ya'ni o'sish ham bo'ldi, ishchilar ham yangi tizimga o'rgandi. Ya'ni juda ham ko'p foydasi tegdi. Biznes egasi
oxir oqibat bemalolroq ishlashni boshladi. Qachon qaramasa pul yetmayapti, pul topish kerak, bor ani pulni so'ra deydigan janjallar juda ham kamaydi. Biznes yuritayotganda biznes egasi albatta hisobotlardan, ko'rsatkichlardan foydalanishi kerak.